Yirtqich qushlar olamining tezlikda tengsiz haqiqiy beshafqat gigantlari. O'ta baquvvat va olmosdek keskir tumshuq. Tengi yo'q darajada ko'ra oladigan ko'zlar. O'ljasiga xanjardek sanchilishga tayyor tirnoqlar. O'ta baquvvat muskullardan tashkil topgan tana. Ishonib bo'lmas darajadagi tezkorlik va ovdagi tengi yo'q mahorat. Bu bahaybat burgutlarni o'zlari yashaydigan hududdagi eng mohir ovchi va eng xavfli yirtqich qush hisoblanishiga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda ko'rayotganingiz Hammaga qiziq kanali va bugungi videoroligimiz qahramonlari hozirgi kunda yer yuzidagi eng ulkan qiruvchi yirtqich qushlardan biri Yevrosiyo oq dumli burgutlari bo'ladi. Videoroligimiz hamda kanalimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamaysiz degan umid ila biz bugungi videorolikni ham boshladik. Oq dumli burgutlar yer yuzidagi eng ulkan burgutlardan biri bo'lib, tasavvur qiling, bu burgutlarning qanotining kengligi 2,5 metrdan-da oshiqroq, ularning vazni esa 7-8 kilogrammgacha bo'ladi. Hozirgi kunda bu turdagi burgutlarni asosan Yevrosiyoning shimoliy hududlarida ko'proq uchratish mumkin bo'lganligi uchun burgutlarni ko'pincha Yevrosiyo oq dumli burgutlari nomi bilan atashadi. Oq dumli burgutlar asosan suv havzasiga yaqinroq joylashgan baquvvat daraxtlarga yoki qoyalarga in qurishadi. Buning asosiy sababi esa yirtqich qushlarning ovqat ratsionining asosini suvda hayot kechiruvchi mavjudotlar yoki ularga ov qiluvchi boshqa turdagi parrandalar tashkil etadi. Suv havzasida ov qilib hayot kechiruvchi boshqa parrandalarning odatiy sokin hayoti osmonlarda bugungi qahramonlarimizning birgina ko'rinish berishi bilanoq umuman aksiga sarosimali va qo'rquvli to'polonga aylanib ketadi. Bunaqangi vaziyatda yirtqich oq dumli burgut o'zining ulkanligi va vajohatiga tayanib, gala bo'lib suvda ov qilib yurgan qushlar to'dasini ko'proq vahimaga tushirishga harakat qiladi. Va tasavvur qiling, bunaqangi dahshatli holatni yirtqich burgut hattoki bir necha soatlab davom ettirishi mumkin. Bunaqangi vahimali to'polonni tashkil qilishdan yirtqich burgutning asosiy maqsadi esa ko'pchiligimiz tushunib yetdikki, qushlar galasi sarosimaga tushib bir joyda aylana boshlaganidan so'ng o'z-o'zidan gala ichidagi kuchsizlari, qarilari yoki voyaga yetmaganlari o'zining baquvvat sheriklaridan qattiq jarohat olishi yoki umuman suvga g'arq bo'lib halok bo'lishi mumkin. Bunaqangi puxta ov rejasidan keyin esa oq dumli burgut hech qanday qiyinchiliksiz o'zining tayyor o'ljalarini suv betidan terib oladi xolos. Qalin o't-o'lanlar orasida har qanday qush o'zini xavfsizlikda his qilishi bu aniq. Xuddi hozir ko'rib turganingiz o'rdakka o'xshab. Lekin o'zining o'ta kuchli ko'ra olish qobiliyatiga tayanib, qarangki, oq dumli burgutlar qalin o't-o'lanlar orasida yashiringan o'ljasini ham bir pasda qo'lga kiritishi hech gap emas. Bundan tashqari bu bahaybat yirtqich burgutlar o'zlari yashaydigan hududdagi tengsiz baliqchi ovchilar ham hisoblanib, aslida bu yirtqich qushlarning ovqat ratsionining asosini aynan baliqlar tashkil etadi. Ulkan qoyalarda o'tirgan burgut o'zining o'tkir ko'zlari yordamida hattoki suv ostida harakatlanayotgan baliqning har bir harakatini ko'rib, o'zi uchun eng qulay vaziyatni tanlab, o'ljasiga shamol tezligida hujum qila oladi. Va do'stlar, tasavvur qiling, oq dumli burgutlarni baliqlarga qilgan hamlasidan har 10 tadan 8 tasi muvaffaqiyatli yakun topadi. Uzunligi 4-5 santimetrgacha bo'ladigan xanjardek o'tkir tirnoqlar bilan qurollangan bu yirtqich qushlarning hujumidan hattoki eng shilamshiq va silliq baliqlar ham qutulib qolish imkoniyatiga ega emas. Bundan tashqari bugungi qahramonlarimiz qaroqchilikni ham o'ta maromiga yetkaza oladigan yirtqich qushlar bo'lib,
Ular o'lja topish qiyin bo'lgan paytlarda, qoyalarda yoki daraxtlar shoxida soatlab o'tirib, cheksiz sabr bilan o'ljasini yoki boshqa yirtqichlarni ovi baroridan kelishini kutib o'tirishadi. Agar o'lja ilinjida o'tirgan burgutga yaqinroq joyda boshqa bir yirtqichni ovi baroridan keladigan bo'lsa, qanotli yirtqichlar hech narsadan tap tortmasdan u yirtqichga hujum qilib, uni o'ljasini tortib olishadi. Ko'pgina holatlarda burgutlarning bu qaroqchiligidan o'ziga o'xshagan boshqa burgutlar ham zarar ko'radi. Masalan, ovi baroridan kelib, o'ljani qo'lga kiritgan bir oq dumli burgutga ikkinchisi hech narsadan tap tortmagan holatda hujum qilishi holatlari juda ko'p uchrab turadi. Bunaqangi holatlarda esa burgutlarning jismoniy darajasi asosiy rol o'ynab, albattaki ushbu to'qnashuvdagi kuchlirog'i o'ljaga ega chiqadi. Xuddi boshqa yirtqich burgutlar singari, bugungi qahramonlarimiz oq dumli burgutlar ham agar yo'lida uchraydigan bo'lsa, hayvonlar o'laksa jasadidan ham hazar qilishmaydi. O'zlari yashaydigan hududda deyarli raqobatchisi bo'lmagan bu burgutlar toki qorni to'yib, o'laksani o'zi tark etmagunicha uni biror bir boshqa yirtqich bunga majbur qila olmaydi. Oq dumli burgutlar odatda o'zlari ov qilishi uchun qulay bo'lgan, o'ljaga boyroq suv havzasiga yaqinroq yerda joylashgan baquvvat daraxtlarga yoki baland qoyalarga in qurishadi. Nega aynan baquvvat daraxtlarga deb qiziqayotganlar uchun aytamiz? Burgutlar bir marta qurgan o'z inini butun umri davomida yanada kengaytirib borib, tasavvur qiling, ularning inining og'irligi 500 kilogramdan da og'irroq bo'lishi mumkin. Xuddi boshqa burgutlar singari, oq dumli burgutlar ham butun hayoti davomida o'zi uchun bitta umr yo'ldosh tanlab, qolgan umrini faqatgina yolg'iz shu burgut bilan o'tkazadi. Yovvoyi tabiatda bu burgutlar juftligi juda ham inoq bo'lib, agar burgutlarning biri kasallanib qolsa yoki tuxum qo'yib polaponlarni dunyoga keltirishni kuta boshlasa, ularning ikkinchisi o'z umr yo'ldoshi xavfsizligini va uni oziq-ovqat bilan ta'minlashni butunlay o'z zimmasiga oladi. Hozirgi kunda tabiatda mavjudligi anchagina normallashib qolgan oq dumli burgutlar yovvoyi tabiatda 20-25 yilgacha umr ko'rishadi. Yolg'iz yaratgan Allohning amri ila yovvoyi tabiatda o'z o'rniga ega qilib, haqiqiy yirtqich qushlar nomiga munosib qilib yaratilgan ulkan burgutlar, sadoqat hamda jasorat ramzi bo'lgan oq dumli burgutlar haqidagi bugungi to'plagan ma'lumotlarimizni siz azizlarga to'liq va tushunarli holatda yetkazib bera oldik degan umid ila bugungi videoroligimizga ham yakun yasaymiz. Videoroligimizdan olgan o'z taassurotlaringizni va o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirasiz degan umid ila siz azizlar bilan xayrlashamiz. Hammaga qiziqda qoling. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.